Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining yo'l boshchisi, milliy ma'rifat rahnamosi edi. Behbudiy nazarida ma'rifat uchun birgina maktab kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo'lmoq kerak edi. Ma'rifatparvarning 150 yilligini keng nishonlash arafasida uning hayoti hamda faoliyatidagi ibratli jihatlar yanada o'rganilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ana shu mavzuda. Mahmudxo'ja Behbudiy 19-asr oxiri, 20-asr boshida sinovli maydonga chiqqan jadidchilik harakatining sardorlaridan edi. U milliy ozodlik yo'lida yetakchi sifatida ilm-fan, ta'lim va tarbiya, adabiyot va san'at, matbuot sohalarini rivojlantirishda xizmat qilgan. Aql va tafakkuri orqali jahondagi ilg'or taraqqiyot yutuqlarini o'zlashtirib, o'sha zamon xalqining ongu mafkurasini yuksaltirish hamda hurriyatga erishish yo'lida o'z hayotini baxsh etgan. Behbudiy tavalludiga 150 yil to'lgan bo'lsa-da, u hali hamon tarix zarvaraqlaridan o'chmadi. Viloyat yozuvchilar uyushmasi hamda Zahirada Muhammad Bobur nomidagi axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikdagi tadbirda qalamotkir yozuvchilar, adabiyotshunoslar hamda o'quvchilar ishtirok etdi. Mavzu tarixda o'chmas iz qoldirgan Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti, faoliyati, jadidlar faoliyatining yetakchilari sifatidagi harakatlari haqida bo'ldi. Ularning bitta g'oyasi bo'lgan, faqat ma'rifatgina insoniyatni jaholatdan qutqaradi. Oyna beraylik millatga. Oyna nima edi? Oyna ilm, ma'rifat. Ilm, yangiliklar. O'sha davrda eng yo'liga Yevropada bo'layotgan yangiliklarda shu o'zimizga tatbiq qilaylik degan. Bu ma'rifat. Mana 150 yil bo'libdiki, Behbudiy nomi hali tarixdan o'chmagan va bunday insonlarning nomi tarixdan o'chmaydi deb ham o'ylayman. Bugungi kunda adabiyotshunos ustozlarimiz bilan Behbudiy haqida fikr yuritdik. Behbudiy o'z oltin asarlari bilan bizning ma'naviyatga bo'lgan qiziqishimizni yanada orttirdi. Men Padarkush asarini o'qiganman, juda ham ma'naviyatparvar insonligi shu asar bilan tushunib yetganman. Behbudiyning hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlar men uchun qiziq bo'ldi va u inson haqidagi ma'lumotlarni yaxshiroq anglab olishimga sabab bo'ldi. Suhbat ijodkor o'quvchilar uchun Mahmudxo'ja Behbudiy hayotini yaxshi o'rgangan adabiyotshunoslar tomonidan berilgan tarixiy ma'lumotlar bilan yanada qiziq o'tdi. Mohir publitsist sifatida o'z davrining dolzarb muammolariga bag'ishlangan asarlari hamda maqolalarining mazmuni tahlil etildi. Uning Padarkush asari bu o'zining otasining joniga qasd qilgan o'g'il haqidagi asar bo'lib, bu asardan biz qanchalik otalarning ulug'ligi, ularni qanchalik hurmat qilishimiz kerakligi haqida bilib olishimiz mumkin. Bu asar aslida biz yoshlar uchun ibrat hisoblanadi. Bu asarni albatta men o'qiganman, tushunganman, lekin hozirgi davrda bu asarning ma'nosini, unda qanday narsalarni ifodalab berishga Behbudiyning qilgan harakatlarini yanada to'liqroq tushunib oldim. Behbudiyning Padarkush asarini o'zimning tengdoshlarimga to'liq holda o'qib chiqishini tavsiya etgan bo'lardim. Yosh avlodning ma'naviy salohiyatini oshirish, vatanparvar insonlar etib tarbiyalashda Behbudiy qoldirgan merosni kengroq o'rganish zarurati bor bugungi zamonda ham. Sababi Behbudiy hayotining eng so'nggi daqiqalarida ham farzandlarni, kelajak avlodni ilm-fan yo'liga chorlagan edi. Uning hayoti va ijodini o'rganishga, ayniqsa Behbudiy tavalludining 150 yilligida yanada kengroq e'tibor qaratilayotgani ahamiyatli.